Qur'on Karimda sen büyük axloqqa egisan deb sifatlangan. Payg'ambarlik kelishdan burun qavmi tarafidan amin, ya'ni xotirjam kishi deb sifatlangan payg'ambarimiz elib kelgan bir dinning zo'ravonlik va terror dini bo'lishi mumkinmi? Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Tarixdagi g'albalar, buyuk fathlar, islom tarixiga yozilgan buyuk voqealar yuz bergan bu muborak oy yerinlashib qoldi. Qarindoshlarning bu oyni g'animat bilib, ibodatlarni ko'plab qilaverishini tilayman. Bugun biz islom tarixidagi buyuk fathlardan biri haqida qisqacha to'xtalamiz. Payg'ambarimizning mashhur fathlardan oldin bishorat bergan asosan musulmonlar bu go'zal dinni dunyoning har qaysi taraflariga yeyish, boshqa xalqlarning bu din orqali nijotlikka erishishini xohlagan ve şunun için hareket kılgan. Bu sebepten sahabeler Peygamberimiz dünyadan ötkendan keyin Mekke Medine'deki mübarek ziminlerde yaşashını tanlamasdan Allah'ın dinini yeyish için Iraklarga yürüyüş kılgan. Zulümge uçurgan xalqlarni qutquzush ve Allah'ın dinini bilen şereflendirish için tirishchanlik ko'rsatgan edi. Arab yerim aralaridan chiqqan sahabeler etrafidagi qo'shni davlatlarni bir-birlab fath qilgan, kitoblarni o'z xohishi bilan o'zgartirib, shu orqali xalqiga zulm qilgan xristian dunyosini fath qilgan edi. Bugun biz to'xtalmoqchi bo'lgan fathimiz dal shu fathlardan biri. Sarqusa shahri Salaqiya orolining sharq-janubiga joylashgan bir shahar bo'lib, Bizanslarning eng kuchli mudofiya bilan qo'g'digan, Rumlarning sig'inadigan qal'asi edi. Bu shahar musulmonlarning deniz va quruqlikdan hujum qilishi, 9 oy muhosiraga elishi orqali intayin test fath qilingan. Amaviylar davrida Vali Muslim ibn Abu Ja'farning qo'shin tashkillashi ostida yurish qilingan bu fathi Hijriya 264-yili Ramazonning 14-kuni, milodiya 878-yili 3-oyning 21-kuni muvaffaqiyatli bo'lgan edi. Bugun biz bu munosabat bilan islom fathisining mohiyati haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Islom fathisi yuqorida deb o'tganimizdek Allah Taala bütün dünyaya rahmet kılıp əvətken Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elib kelgen en ahırqı din İslam dinini bütün dünyaya yeyiş. İslam bilen tanışmasdan kitaplar özgertilgen dinlerinin vasıtası bilen bu zulümü uçurgan xalqlarını Allah'ın dini bilen uçuraştırış. Bu nimetten tan bahrilenişten ibaret. İslam fathisi her gizmi zimin kengaytiş yoki başkalarının zimindeki baylıqlarını özünün qililish maqsadi qilingan emas. Bugün İslam dininin shuncha tez vaqt tarqalishi nazm qilinmagan din düşmanları İslam dini bilen tarqalgan din, İslam dini terror dini, zo'ravonlik dini degandek sifatlarni tarqatishadi. Amaliyotda ular islom dinining tarixiga insof bilan qaraydigan bo'lsa, islom dinining tarqalishida qilich va qon to'kish emas, rahim shafqat va haqiqatning kuchini ko'rdi. O'z yurtidan haydab chiqarilgan payg'ambarimizning o'z yurti Mekkani fath qilgan vaqtda amal bar qon to'kmaslik uchun tirishganligi ham bu fathining dunyo tarixidagi namunalik fath bo'lganligi buning o'rniki bo'la oladi. İslam fathisida bir canlı bo'lsin saqlab qilishni prinsip qilgan payg'ambarimiz bu prinsiplarni sahobalarga o'rgatgan edi. Qur'on Karimda sen büyük axloqqa egisan deb sifatlangan. Payg'ambarlik kelishdan burun qavmi tarafidan amin, ya'ni xotirjam kishi deb sifatlangan payg'ambarimiz elib kelgan bir dinning zo'ravonlik va terror dini bo'lishi mumkinmi? Men yana bir nuqtaga diqqatinglarni tortmoqchiman. Tarixdagi mashhur fathlarning ko'plarining Ramazon oyida bo'lganligining sababini bilamsizlar? Kelinglar, bunun cevabını birlikte topaylı. Ramazan iyi Allah Teala Müslümanlara inam qilgan bir ay. Ramazan iyi Allah Teala'nın Müslümanlar için arzu armanlarını amelga oshirilishi uchun berilgan fursat. Allah Teala bu ayda qilgan amellarga boshqa oydagilarga qaraganda nechasi ko'p savob berdi. Bu ayda shaytonlar bog'lanadi. Müslümanlar bu ayda Allah Teala'ga texim yaqin bo'ladi. Mushu sabablar tufayli musulmonlar jihatdan iborat bu büyük ibadetni Allah'a en yaqin bo'lgan Ramazan oyida qilishni tanlagan. Allah'ın bundaq mübarek bir ayda qilgan harakatga muvaffaqiyat ato qilishiga ishongan. Bugun biz to'xtalgan fathiga o'xshash uzun davomlashgan fathining muvaffaqiyatimi Allah'ın rahmeti bilan mushu oy ichida bo'lgan edi. Tarixdagi musulmonlar bilan bugungi biz musulmonlarning bu oydagi faoliyatlarimizga bu nuqtadan qaraydigan bo'lsak, biz Allah'ın oldida xijolatda bo'ladigan bir ahvolga tushib qolamiz. Çünkü tarixdagi musulmonlar bu ayni büyük ibadetlerini qilaverish uchun g'animat bilgan bo'lsa, biz musulmonlar aram ele olishning fursati bildik. Allah bu mübarek ayni vatanimizning fathisi uchun vasila qilg'ay. Bu ayda qilgan barliq duolarimizni ijobat qilg'ay.